Assalomu alaykum, hurmatli o't kuzatuvchilarimiz, tinchmi, salomatmisizlar akalar. Biz bugun Namangan viloyat Namangan tuman Mash'haddamiz. 10 hayotga yaqinroq bo'lgan joyda. Juda ham baquvvat bo'lgan fasonimizni yakunlab topshirdik akalar. Skromniy fasonimiz, arqonlar terildi chiroyli qilib. Juda ham baquvvat chiqadi bu fason. Qolgan fasonlarga nisbatan narxlari ham ancha hamyonbop. Lekin go'zalligi ham o'ziga yarasha. Xudo xolasa 30 metr joy uchun tashkil qilindi. Chiroyli qilib bitkizib o'rnatib berdik. Hop, xizmatlarimiz vodiy bo'ylab tashkil qilingan. Kanalda yangilar uchun bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz ekranda bo'ladi. O'zimiz olib borib o'rnatib, garantiyalarni berib kelamiz. Xudo xolasa uyingizga chiroyli qilib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon raqamlarimiz ekranda. Narxlariga keladigan bo'lsak, 1 metr 350 ming so'mdan tayyor bo'ldi. Xo'p, telefoningizlarni kutib qolamiz akalar, sog' bo'linglar.